9-cı qism. Marasimning ustidagi yaqutlarni opirib satsaqmi, xeyli pulga yarig'idakchimi? Mahallamizga qattiq boylardan bo'lib qolamiz dexe. Dedi. Turg'un bo'lsa, sen o'zingcha buni shundoq oson ib ketalayma deb o'ylab qopsan-da, ha? Buni yasagan odam hargizmi ko'kalik kishini ko'tirib ib ketaligida qilib yasamaydi. Bu cho'qim katta bir podshohlik bo'lishi kerak. Ular tamlarni sipashtirib, tamning ustidagi rasmlarni bir-bir ko'rsatgandan keyin ondan cho'ng eshik tarafga keldi. Eshikmi oftobning taptidan qattiq qizigan bo'lsa kerak, kishi yaqinlashgan sari yuzlariga cho'g'dak taptini urib atdi. Eshik to'lima hayvat bilan yasalgan. Ya'ni kelib mahkam etilgan bo'lganligi uchun bu eshikdan qandoq kirishni uqmaydi. Eshikning yon tarafida ochqish tiqadigan maxsus bir kamar bor bo'lib, bu ochqish to'g'riliq hech kim biror bishorat bermagan edi. Vali yana og'zini ochdi. Hey Izzat, shuncha japalarda xaritin topdik. Mao oltin o'rdiq keldik. Oltin o'rdiq kirdigan ochqish yo'q. Mana amdilikda qandoqmi qilamiz deyman. Yoki biror olvostimi akilib amidi buni? U ochqishni deyish bilan tang xuddi eg'izdan soat chiqib ketgandek havo guldirlashga boshladi. Turg'un Valiga qarab, "Xapsening mush eg'izingizga ajabmi to'yg'izdi? Mana tuqqanlardan birasi ochqishni ib keladigan bo'ldi." Deganicha atrofdagi o'zgarishlarga diqqat qildi. Qumluqning qoq o'rtasidan chaqmoq chiqib, uchib kelgan chaqmoq udul oltin o'rdining uy tarpiga so'qildi. Ularmi cho'chigunicha o'zlarini oran elib, oyoq bu yoqqa qaytishga boshladi. Oltin o'rdining ichidan qattiq kulgan va yig'ilgan ovozlar anglashga boshladi. Bu ovozlar ilgirkiga qat'iy o'xshamaydi. Butun atrofni hisobda taklamakan qumluqning ichini bir olgan edi. Oltin o'rdining ichidan yana ovoz anglashga boshladi. "Mening uyqumni ichib ketingan kelsa, sana undaq oson ish yo'q. Undaq oson ish yo'q." Yana qattiq kulgan ovoz bilan tang boyiqi kulki ovozi birdilla yo'qib, chaqmoqmi qayerlarga doğru g'oyib bo'lganicha o'tdak optab ularga o'z taptini chechishga boshladi. Ularni tuyuqsiz o'zgarib turgan havo rayidan va boyiqi qattiq kulgan kulki ovozidan yuraklari po'kildab titrashga boshladi. Boyiqi yoqutdan yasalgan o'rdining yuzida endi qandoqdir bir belgi paydo bo'lishga boshladi. Bu belgi boyiqi so'z holatdan barbara qiynalishayotdi. Ehtimol bu balkim ochqishni oladigan birdan bir amal bo'lsa kerak. Bu belgilar jami 4 parcha rasmda tuzilgan edi. Birinchi parcha rasmda bir dona qurut, ikkinchisida bir tal kepinak, uchinchisida chashqan, to'rtinchisida bo'lsa bir tal yilon bor edi. Turg'un rasmlarni bir hoza ko'zda o'tgandan keyin avval yilonni, undan keyin chashqanni, ondan kepinakni, eng kaynida bo'lsa qurutni bosdi. Bahaybat g'ort qilgan ovoz bilan tang boyiqi rasmlar yo'qib, birdilla yo'g'an bir ochqich ularning oldida paydo bo'ldi. Ular o'zlarimi eshikning buncha tezla echilib ketganligidan hayron bo'lishib turishadi. Valining yana eg'izi echildi. "Og'illa, bu o'nkirni yasagan olvosdi tozimi do'tnimmi? Mushtimin maxfiyatlik deb o'rnatgan bormi deyma? Kichik bola jenda bu bunchalik qoidani tushunamdi." Deganicha boshlarini lang'ishtib kulib ketdi. Ammo Turg'unning peshonasidan bo'lsa tarlar yiqishga boshlab Chunki amdilikda bo'lsa u ochqishni boyiqqa ochqish soladigan 4 burchak o'ringa selish uchun tamshilayotdi. Odatda kinolarning hammasida mushundoq ochqish soladigan yerlarda har xil chumuylar va qurt kongoz degandek narsalar bo'ladi. Shunlashqami u ochqishni abjillik bilan solmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa balkim o'zining jinidan ayrilib qolishi mumkin edi. Turg'un o'zini qattiq bezib yilib, avval so'mkisidan bir parcha tayoqni chiqarganicha 4 burchak o'ringa soldi. Rost degandek bir muncha chashqonlar u daraxtning ustiga yopirilib chiqishga boshladi. Turg'un qo'qqanidan tayoqni yerga tashladi. Chashqonlar shuning bilan tangla birlikda g'oyib bo'ldi. Turg'un tayoqni elib yana bir qitim u kamarga tangligini bo'lsa, ichidan hech nima chiqmadi. Turg'un tayoqni kamarga orqa-orqadan necha qitim sinab boqqandan keyin ondan
hech narsa yo'q ekanligini jazmlashtirgandan keyin qo'lini asta kamarga tiqdi. Turg'un qo'lni kamarga tiqib uzun o'tmayla og'riq dastidan qattiq vaqirib etdi. Atrofdagi boshqalarmi Turg'unning nima bo'lganligini bilmagan holda Odash, nim bo'ldi sana? Bir shumg'andu? deganicha Turg'unning qo'lini tortishga boshladi. Turg'unning barmog'ining ustida ishik tortishning izi bor bo'lib, bir qarashqala yilon chayqaganligi mana mandabli bilinib turadi. Dilshod Turg'unning barmog'ini sho'rab, Turg'unning barmog'idagi zaharni chiqarib atgandan keyin uning qo'lini apchillik bilan tengib qo'yib, ochqushni elib, o'zi qo'lini kamarga silib, ochqushni burashga boshladi. Amdilikda bo'lsa, Dilshod shundoq apchillik bilan eshikni echib etgan edi. Yana boyiqi bahayvat ovoz bilan tang eshik surlik holatda echildi. Oltin o'rdining ichi qop-qorong'u bo'lib, oltin o'rdining ichidagi har xil javohiratlar bilan nur chechib turadi. Ular sumkalardan qo'l chiroqlarini chiqarganicha yo'rtishga boshladi. Döv oltinlar, ba'zilari kepak oltin, yana ba'zilari bo'lsa sanduqning ichidan atrofni yo'rtib chiqayotgan olmos va yoki har xil javohiratlarning nuridan atrof boshqacha bir xil romantik tus olgan edi. Navada Turg'unlarning asl maqsadi Alvastini yo'qotib, yaqin do'sti Tursunning o'limining sirini aniqlash bo'lmagan bo'lsa, allaqachon mushu oltinlarni elib chiqib ketib, mahallasidagi eng katta boylardan bo'g'isi bor edi. Ammo haqiqiy sharoit va ahvol buningga yor bermaydi. Turg'un atrofdagilarga qarab, "Eng yaxshisi buning ichidagi har qanday bir oltin yoki har xil javohiratlarga qo'linglarni opamanglar. Shundaqla ko'ngillarda boshqacha yomon o'ylardi bo'lmanglar. Bo'lmaydi ekan, niyatimizning buzilish sababidan mush o'rinning ichida jinimizdan ayrilamiz yoki har xil qiyinchilik, mushkulotlarga yo'liqamiz. Qo'rqmas iroda ham chin aqidamizda bo'ladi ekan. Ondan bu o'rdadagi barliq qiyinchiliklarni yengib, haqiqiy cho'ng Alvastini, ya'ni Divla podshohining yiniq berib, uni yo'qotgandan keyinla ondan mushiyatga oltin javohiratlarni necha ming asli ko'p bekchiq bo'lgan boyliqlarga erishimiz deganicha ularni boshlab oldiga mangdi. Ular oldiga manga ko'z oldida 4 oshmoq yo'l paydo bo'ldi. Birinchi oshmoq yo'lining ustida bo'lsa bir diva bir odamni tirik ko'ydirib o'ltirayotgan suratlar bor bo'lib, ikkinchisida 7 odamning tangla bir Alvastining qo'lida chaynab o'ldirilganlik ko'rinishi ekan. 3-parcha rasmda bo'lsa 7 odamning yanida bir muncha soyib jamoalar hamroh bo'lgan suratlar bor ekan. 4-parcha rasmda bo'lsa Alvasti va odamlar hammasi bir yerda yig'ilib turgandek rasm bor ekan. Turg'un ko'nglida balkim ustidagi rasmlar bizning mush yo'llarni tanlagandan keyingi taqdirimiz bo'lsa kerak deganlarni o'ylabdi va hammamiz faqat bir yo'lga mayli, hargiz bo'linib ketmayli ha deganicha ularni boshlab 4-chi Alvasti va odamlar tang yig'ilib turgan ochmoq yo'lga qarab mengibdi. Ular yo'lning ig'ziga kirish bilan yuzlaridan qandoqdir sovuq shamol siypab o'tib, ularni shurkandirib etibdi. Qadamlarni asta elib, bu yo'lning ichiga mangan siri, yo'l borgan siri tarlashga boshlabdi. Ular boya o'ri turgan bo'lsa, endi borgan siri engishib, yerda o'milashga boshlabdi. Va eng oxirgi yo'l ig'zidan tasda qiynalib chiqib turish bilan eng oldida mangan Turg'unning oldiga tishlarini hingaytib, qop-qora bir Alvasti beshini chiqarib, qarab turib, o'tkir tirnoqlar bilan Turg'unning qo'llarini tatlashga boshlabdi. Turg'un bo'lsa, bak og'riq ochiq sezim dastidan chirqirab, so'mkasidagi xanjarni chiqarib, Alvastining qo'liga tiqibdi. Alvastimi o'zini tezlik bilan bir yoqqa elib qochgandan keyin Turg'un chapdaslik bilan bayqi kamardan chiqibdi va birodarlarni orqa-orqadan tortib chiqaribdi. Va Turg'un orqaga o'rilib, xanjarni Alvastiga qartib silkishi bilan Alvasti shundoq tez suratda uning orqasidan g'oyib bo'lib, o'zlariga yiroq bo'lmagan bir o'rindagi taxtga chiqib o'ltirganicha qo'llarini silkib, to'rt atrofdan har xil yasovullarnigidek yasalgan quruq so'ngaklar ular tarafga qarab yopirilib kelishga boshlabdi. Va qo'llaridagi sap oltindan yasalgan nayza qilishlarni o'ynatib, ular tarafga qarab, ko'zlarida har xil o't yongan holatda ularga yaqinlashibdi. Dal shu paytda yiroqroq turgan Dilshod ko'pchilikka qarab varqiradi. "Hey balla, maya qaranglar!" Dilshodning ovozini anglab, ko'pchilik tanglab eshini Dilshod ko'rsatgan tarafga bordi.
bayqı taxtda tinch o'ltirgan alvasti amdilikda bo'lsa, eg'izining ichidan har xil qurtqa o'xshash narsalarni lumilditib to'xtamay, xuddi bayqi alvastining ichida qurtlarning uvvisi bordek oq va qora rangli tukli qurtlarni chiqarib otadi. Onunğa qarab, atrofdagilar xuddi televizorlardagi qo'rqinchli filmlarni ko'rib otgandek bir tarafdan ichi elisa, yana bir tarafdan qo'rqqanidan lag'laq titrashib otadi. Chunki ularni qo'rqitayotgani taxtda o'ltirgan yo'g'on olvasti bo'lmasdan, balki uning eg'izidan chiqayotgan qurtlarning har xil shilimshiq suyuqliklar bilan tang taravotganligi edi.